Короче, Bono opa shu yaqin kunlarda iPhone 14 Pro Max oldi-da. Maqtanish yoki boshqa narsa uchun aytganim yo'q bu narsani, prosta. Короче, iPhone 14 Pro Max'im bo'lsa ham kibrimni sindirish uchun XS'da o'ynayotgandim-da. To'kam bor XS'da o'ynaganimda yutolmaganman. Balkim 120 FPS da o'ynab yutsam kerak deb o'ylab 14 ga PUBG skachat qildim. PUBG klub o'ynaymiz. 14 ga PUBG tortdim. Kiring. O'zimman xursandman, YouTube bo'ldim. Vashshi hayotdan xursand bo'lib turganimda PUBG menga 8 oyog'ini yebsan dedi. Chunki iPhone 14 XS ga qaraganda kattaroq ekan, barmog'im yetmadi. Keyin men bunga aytdim, nastroykam boshqacha bo'lib qoldi. XS ning tepasida turgan narsalar 14 da belida turibdi deb aytdim. O'tarigan bo'lsa battar qildi. Bor mol mulkini tikkandek o'ynadi o'zi ham. Yetmaganiga skavrotka bilan o'ynadi. O'lgan ustiga chumchuq tepganday qilib, men ham skavrotka qatga uchsa, mana shu yoqqa borib kallamni tutib berdim. O'zi qo'lim qaltirab ba'zir o'ynayapman. Yetmaganiga mana o'z skavrotkasini quchoqlab kelyapti. Bir fichi bu vashshi tez qimirlab ketadi, bir burilmay qoladi. O'zi ham 86 ming marta nastroykamni to'g'riladim. Natija bo'lmadi, podkat bosilmayapti. Men bosadigan joyda podkat yo'q, podkat men bosgan joydan 12 kilometr nariyoqda turibdi. Yetmaganiga nastroyka knopkalarimni ko'rmaydigan qilib qo'yganman, onasini ham sen. Qo'lim qaltirab bo'lsa ham men ham skavrotka urdim. Короче, bugun ertamanga lobbi demanglar, jahilani esa aytib qo'y. Aytgancha 10 ka bo'lma, maqtanib qo'y.